Nonni deb orttirma zahmat, chekma o'y, ofiyat istar esang, dunyoni qo'y deydilar. Umid gaplar. Ya'ni hamrohing, yo'ldoshing sabr toqat, shukronali bo'lsa, bu joningni non topaman deb har turli ko'chalarga urib, o'zingni hamma qilmishlarga urib, o'zingni qiynamaysan. Ya'ni bilgin, dunyodan hech narsani olib keta olmaysan. Hali uy qurasan, hali joy qulasan, hali o'zingni u ko'chaga urasan, hali bu ko'chaga urasan. Lekin baribir yaratganda aytgani bo'ladi. Shuning uchun bu qiymatli umrni, topilmas vaqtni bo'lar-bo'lmas odamlar bilan, bo'lar-bo'lmas ishlar bilan, dunyoda qolib ketayotgan narsalar bilan ovora qilmagin. Asli dunyoga nima uchun kelganingni va nima orttirib ketishligingni o'yla. Bu jonni faqat 3-4 so'm pul topaman, non topaman, yeyman, ichaman, qasr uylarda yashayman deb omonat qilib olmaganingni bilgin. Sen nimani xohlasang, do'sting nimani xohlasa, oilang nimani xohlagani bilan, nimani reja qilgan bilan yaratganda aytgani bilan. O'zingni har ishda qiynavermagin va bugungi kuningda rozi bo'lishliging yaratgandan rozi bo'lishligingdir va yaratgandan rozi bo'lgan insonni bugungi kuni ham, ertangi kuni ham go'zal holatda o'tadi. Assalomu alaykum.